Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun meni erta tongim zavtrak tayyorlashdan boshlandi. Ertalabdan kolbasalarni kesib, tovamizga mana shunaqangi terib oldim. Ya'ni bu meni ustimda tovada pitsa bo'ladi. 2 dona tuxumni chaqib, yaxshilab aralashtirib olib, ozgina tuz sepib, kolbasalarni ustiga quyib oldim. Quyib olganimdan so'ng bitta lavash xamirni ustiga qo'ydim va ozgina dimladim va yana qotib olgandan so'ng qopqoqchasini olib ag'darib oldim. Ag'darib olganimdan so'ng sirlarni sepib oldim. Yaxshi eriydigan sirdan foydalandim. Ketidan ustida pomidorni qo'yib oldim. Yana ozginchagina qo'ydim. Ko'p emas, sirlari erigunga qadar. Mana zavtrigimiz tayyor. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ring. Juda ham yumshoq, juda ham mazali va tez tayyor bo'lar ekan. 5 minutda tayyor bo'ladi desam adashmayman. Endi shu orada sarg'aygan, qoraygan idishlarimni aziretda yuvib oldim. Chunki rosa sarg'aygan chaynaklarim ancha bo'ldi yuvmaganimga. Qarasam aziret ham kam qolgan ekan. Iloji boricha choynak qozonlarga yetkazishga harakat qildim. Shu qurg'ur choynagimiz tez-tez sarg'ayib ketaveradi, chunki gazni ustida turganligi uchunmi, qozonda yog' otilganligi uchunmi tez-tez sarg'ayib ketaveradi. Shuning uchun tez-tez yuvaman. Qozon yuvmaganimga ham ancha bo'ldi, rosa sarg'ayib ketibdi. Uni ham azaletda yuvib oldim. Ko'pincha azalet bo'lmasa, kirsovunda ham yuvaman. Kirsovun juda ham zo'r oqartirib, yaltillatib beradi. U ham bor albatta. Kirsovunda qanaqa yuvish usuli kanalimga kirsangiz albatta hamma usulda bor. Kichkina qozonimni ham yaxshilab yuvib oldim. Unga ham ozgincha azaletimiz yetmay qoldi, lekin oqardi ishqilib. Yaxshilab oqartirib, g'ishlab oldim. Oqartirib g'ishlab olgandan so'ng yaxshilab chayib oldim. Endi rakvinalarni yaxshilab artib oldim. Bugun shanba kuni edi. Qizim bilan uyda hamma joylarni yig'ishtirib tozalashga tushdik. Shanbalik bizda bugun. Mana shunaqangi uyning orqasida hamma narsani yig'ib, keraksiz narsalarni yig'ib qo'yadigan joylarda taxlashga tushdik. Bakalashka kardonlarni bir chetga oldik. Rosa pirgan edi. Tez-tez chang bo'lib ketaveradi. Shu orada qizim ham bir temir orasiga kirib qoldi. Uni olib chiqdik va suv sepib, yaxshilab supurgi bilan supurib oldim. Oilada katta kelinman. Bo'lak bo'lib chiqqanimizga 5-6 oy bo'lib qoldi. Ovsinim tushgandan so'ng biz bo'lak bo'lib uchastkaga ko'chib keldik va mana shunaqangi hayotimiz o'tyapti asta-sekin. 2 qiz farzandim bor, Shirin Shakar. Bugungi kunlik vloglarim shulardan iborat edi azizlar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha